Assalomu alaykum. Bugungi videomizda Turkiya burslari granti uchun hisob ochishni ko'rsataman. O'zi oldingi videomasida saytni birinchi qismi to'liq to'ldirishni ko'rsatib bergan edim, lekin ko'pchilik hali akkaunt ocholmaganligi uchun bitta qiynayotganligi uchun ham o'shani ko'rsatib tushuntirib berishga harakat qilaman sizlarga. Demak, oldin Turkiya burslari saytiga kiramiz. Saytni linkini hozir izohlarda tashlab qo'yaman. Demak, kirgan paytingiz hisob ochilmagan bo'lsa sizda, ochilgan bo'lsa login parolga kirib ketaverasiz bemalol. Ochilmagan bo'lsa register qismiga va agar oldin akkaunt ochgan bo'lsangiz va parolingiz esidan chiqib qolgan bo'lsa I forgot my password qismini bosib siz unga aktivatsiya kodini yuborib shu bilan ochib olishingiz mumkin. Hozir bugun sizlarga men aynan qanaqa bo'ldi ochishga o'rgataman. Birinchi register qismiga bosamiz, hop bu yerdan qilaylik. Demak, oddiy o'zimizning ma'lumotlarimiz, ismimiz. Buni agar zagona pasportingiz, ya'ni qizil pasportingiz bo'lsa, o'sha bilan to'ldirishingizni maslahat beraman. Agar u bo'lmasa, demak tabiiyki ID karta bo'yicha ham to'ldirishingiz mumkin. Hop, aytaylik, Aziz. Middle name bu o'sha pasportimizda kimdir o'g'li, kimdir qizi deb yozgan bo'ladi. Buni iloji bo'lsa kiritmaganingiz yaxshi, tavsiya qilmayman buni. O'zi O'zbekiston hisobida o'sha middle name yoki ikkinchi ism desa ham bo'ladi buni. Bunaqa bizlarda O'zbekistonda yo'q. Shunchaki bizda sharifimiz bor. Bu sharif middle name hisoblanmaydi lekin. Shuning uchun buni kiritmaganingiz yaxshi. Va kiritib ham yutganlar bor to'g'risi, lekin men o'zim kiritmaslikni har doim maslahat beraman. Hop, surname ya'ni familiyamiz. Aytaylik Azizov. O'zimiz pasportimiz bo'yicha yozamiz xolos. Gender female, qiz bola, male o'g'il bola. Hop, date of birth o'zini tug'ilgan yilimiz, adashmasam bu yil maktabni bitirib topshiradiganlar 2008 bo'ladi. O'shaning uchun 2008 aytaylik noyabrda 4-si. Hop, va agar kimdir o'sha 2008 4-noyabrda tug'ilgan bo'lsa, omadinglar keldi. Men o'sha odam haqiqatan menga pasportini tashlab o'sha ko'rsatib tug'ilgan shu sanasini men o'zim o'sha odam profilini 100% tekinga to'liq tahlil qilib beraman. Agar shunaqa olmadingiz kelsa. Hop, fuqarolik o'shanga e'tibor beramiz. Bek yoki o'zbek deb qidirsangiz chiqadi. Bek desangiz ham turk, ham ingliz tilida chiqadi. Agar turk yoki ingliz tilida to'ldirayotgan bo'lsangiz va bunga e'tibor bering. Aynan fuqarolik qismini o'zgartirib bo'lmaydi keyinchalik umuman. Hozir oxirida tushuntiraman. Keyinchalik email. O'zimiz emailimizni yozamiz, aytaylik azizov@gmail.com. Bu yerga xuddi o'sha yozamiz. Demak, hozir email yozdim, oxirida esa ko'rsataman sizlarga. Parol. O'zimiz bitta parol yaratamiz. Bitta emailingizni parolni kiritish shart emas, o'zingizsiz. Aytaylik. Bu yerda xuddi shu parol o'zini qayerdan yozamiz va parol shartlari bor. Kamida 8 ta xarakter, ya'ni harf va son birikmasi bo'lishi kerak va iloji bo'lsa bular aytayotgan parol faqatgina raqamlari o'zidan tarkib topa olmaydi. O'shaning uchun son va harf bo'lganligi yaxshi. Va bu yerga aytganimdek xuddi shu parolni qaytadan yozamiz. Kamida 8 ta va maksimum 15 ta bo'lishi kerak ekan demak. Xo'p, maxfiy savol bu eng keraksiz qismat deb ayta buni to'g'risi. Men o'zim ham, meni o'quvchilarim bugungacha shu paytgacha buni umuman ishlatmagan. Katta ehtimol bilan umuman parolingiz ham, emailingiz ham esdan chiqib yo'q ketadigan bo'lsagina bu sizga yordam berishligi mumkin menimcha, lekin oddiy hollarda bunisiga umuman keragi yo'q. Lekin baribir yozib ketamiz. Maxfiy savol, ya'ni o'zimiz xohlagan bitta maxfiy savol topamiz o'zimizga. Aytaylik, qaysi viloyatda tug'ilgansiz? Bu maxfiy bo'lishi kerak, lekin osonroq tushuntirish uchun sizlarga oddiy savol berdim. Va javobga nima deymiz? Aytaylik, Andijon misol uchun. Men o'zim Andijondan emasman, nimagadir xayol Andijon keldi. Va bu nima bo'lishi kerak maxfiy savol? Shu savol berilgan payti javobingiz har doim bir xil bo'ladigan bo'lishi kerak. Misol uchun qaysi yerda tug'ilgansiz? Endi bu hammada oson, lekin misol uchun sevgan kinoyingiz, qaysi futbol komandasini yoki jamoasini yoqtirasiz degan payti, demak, bu savol hammani o'ziga bog'liq bo'ladi. O'shaning uchun shunaqaroq maxfiy savol qo'ysangiz ham bo'ladi. Hop, javobini ham yetib ketdik, yozib ketdik to'g'ri. Va robot mas'ulini tanlaymiz va tepadagi hamma narsa to'g'ri o'qib chiqdim degan narsaga amin bo'lamiz. Bundan oldin tabiiyki-da tekshirib chiqamiz hamma narsani. Hop, hozirgi bitta xato bo'ldi, o'shanisini ko'rsataman. Nima? Ko'rdik mana. Bunda o'chqazib berdi. Ya'ni nima bo'ldi? Emailimizni qaytadan yozmadik. Bunda ko'pchilik o'sha yerda xato bo'ladi. Ya'ni emailni 2 marta yozish kerak, ikkinchi marta yozilgan paytda kimdir imloviy xato qilishligi mumkin yoki birinchisida xato bo'lishligi mumkin. O'shani tekshirib qo'ying. Parol ham xuddi shunaqa. Parol qismida mana bu save'ga bosgan paytingiz unda chiqdimi? Yo parolingizda o'zi ko'rsatadi, yo emailimizda qayerdadir xato
ketgan bo'ladi. Xo'p, hammasi to'g'ri bo'lsa, save ni bosamiz. Demak, so'rayapti attention, diqqat deydi. Ism, familiya va fuqarolik. Demak, ism, familiya va fuqarolik to'g'riligiga e'tibor bering deyapti va aytyapti, ism, familiya rasmiy jihatlar bilan o'zgartirilishligi mumkin keyinchalik. Bu ayniqsa o'sha загранпаспорт pasport yo'llarga tegishli. Ayniqsa etik familiyasida O harfi bo'lganlar yoki G harfi bo'lganlar yoki ism familiya to'g'ri yoki familiyasida Yev bo'lsa, bilasiz, загранпаспорт olgan paytda Yev qismidagi Y tushib qoladi, Ev bo'lib qoladi. Misol uchun Azizboyev bo'lsa, Azizboyev bo'lib qoladi odatda загранпаспорт olgan paytingiz yoki G'anibek bo'lsa, Ganibek, Og'abek bo'lsa, Ogabek bo'lib qoladi sizlar загранпаспорт olgan paytingiz aynan. O'shanaqa holatda buni o'zgartirish mumkin deyapti. Lekin fuqarolik hech qachon o'zgartirilib bo'lmaydi. O'shanga e'tibor bering. Bor bo'ldi va millat orasida ikkisi farqli. Fuqarolik degani O'zbekistondan pasport olgansiz degani, ya'ni загранпаспорт yoki ID kartangiz O'zbekistonniki degani. Lekin O'zbekistonda yashab, tug'ilib o'sgan bo'lib turib, o'zining millati Qoraqalpoq, Qozoq, Tojik, Qirg'iz, Turkman bo'lganlar bo'lishi bu boshqa narsa. Demak, biz bu yerga faqatgina o'zimizni fuqaroligimizni kiritamiz. Pasportingizda O'zbekiston fuqarosi yozilgani bo'ldi. O'zbekistonga yozasiz, ming o'zingiz ildizingiz jihatidan Qozoq, Qoraqalpoq, Turkman, Qirg'iz yana nimadir bo'lsangiz ham. Qoraqalpog'istonlarga ham tegishli bu. Adashmasam, ularda ham pasportida baribir O'zbekiston fuqarosi deb yozadi, Qoraqalpog'iston emas. O'shaning uchun O'zbekiston deb yozamiz. Adashmasam, o'zi Qoraqalpog'iston chiqmasa ham kerak menimcha. Demak, o'shanga e'tibor beramiz, buni keyinchalik o'zgartirib qo'ymaydi. Va hamma narsa to'g'ri degandan keyin save ni bosamiz. Demak, bu hozir mana bitta verification qismi tugab qoldi, lekin odatda ekranda qanaqa chiqadi? Sizni emailingizga aktivatsiya kodi bo'ldi degan joy chiqadi. Hop, ketib ko'rsataman. Sizni emailingizga shunaqa xabar boradi birinchi va bu ba'zan 1-2 daqiqa olishi mumkin, ba'zan 1 kundan kelishligi ham mumkin. Bu har xil. Lekin odatda tez keladi agar hammasi to'g'ri kiritgan bo'lsangiz. Men oldin akkauntim allaqachon ochilganligi uchun ko'rsatib bera olmayman xoslarga. Shunchaki xabar qanaqa bo'lishini ko'rsataman. Shunaqa xabar keladi sizlarga taxminiy. Menga bu o'sha 23-yil kelgan akkaunt ochgan paytim. Demak, o'zi ko'rib turgandek 23-21-yil, ya'ni deadline cho'zilgan payt oxirida topshirganman mana. Demak, shunaqa link keladi. Bu yerda nima qilamiz? O'qib o'tirish umuman shart emas. Shunchaki ko'k linkni ustiga bosamiz. Bu nima dedi? Hozir menda akkaunt topilmadi deyapti. Chunki men allaqachon akkauntimni faollashtirib bo'lganman, lekin siz faollashtirmagan bo'lsangiz, sizda bu yerda akkauntingiz faollashtirildi degan xabar chiqadi va ana sahifa qismiga bosasiz. Keyin bu yerga o'zingiz login parolingizni, aynan o'sha hisob ochayotgan payti mana shu qismda password va email-ingizni va parolingizni kiritasiz va shu bilan loginni bosasiz. Bu bilan katta ehtimol bilan deyarli 100% holatda hammada kiradi o'zi odatda. Menda hozir to'ldirilgan bu grant yutganlarning profili, sizlar hujjat topshirish qismi shunaqa bo'ladi. Xuddi shu qismi faqat bo'm-bo'sh chiqishi kerak sizda akkaunt ochilmagan bo'lsa tabiiy. Lekin degan joyi bor, ba'zi holatlarda hozir akkauntdan chiqib ko'rsataman. Shunaqa o'zingiz login parolingizni kirgan bo'lsangiz, odatda adashmasam birinchi marta ochilayotgan paytda akkaunt yoki 1 yildan keyin ochilayotgan payti sizdan nima bo'ladi? Doğrulama deydi yoki o'zbek tilida buni tasdiqlash kodi so'raladi. Ya'ni email haqiqatni isbotlab berish uchun tasdiqlash kodi so'raladi odatda ba'zan. O'sha narsa kelishi mumkin. Demak, birinchi aytdim, hisobingiz aktivatsiya uchun link yuborildi degan xabar keladi shunaqa. Bu ko'k yozuvga bosamiz, bo'ldi, akkauntimiz aktivlashtirilgan degan. Bu login parolimiz bor degani aniq. Ikkinchi shunaqa email darrov keladi. Bu nima degani? Shunchaki hisobingiz faollashtirildi sizga bo'lmasin, akkaunt hisob aktivatsiyangiz faollashtirilganligini bildingiz. Bu emailda siz qiladigan ishingiz yo'q. Lekin aytdim o'sha, agar bu qismida sizdan keyinchalik emailni kiritganingizdan keyin aynan tasdiqlash kodi so'raydigan bo'lsa, u ham emailingizga boradi. Xuddi shunaqa formatda bo'ladi. Mana o'sha Jamshid Murodboyev va tasdiqlash kodi. Menimcha buni xoslarga umuman foydasi yo'q, buni ko'rganinglar bilan baribir. Ya'ni yashash hojati yo'q. Xuddi shu kodda demak kiritsak, bu yerga login bilan hisobimiz yana faollashgan bo'ladi yoki tasdiqlagan bo'lamiz hisobimiz biznikiligini, email biznikini va shu bilan hisobimizga kirgan bo'lamiz. Va sizdan xuddi shunaqa hisob chiqqan bo'ladi. Demak, hamma narsa tushunarli deb umid qilaman. Bugungi video aytganimdek faqatgina hisob ochish videosi bo'ldi. O'zi allaqachon bundan oldingi videomda mana shu birinchi qismini to'liq to'ldirishni ko'rsatib berganman. 1,5 soatlik darslik bor. O'shandan bemalol ko'rishingiz mumkin.
Bugungi dars foydali bo'ldi deb o'ylayman. Sayt linkini va aytgandek kanal sahifalarini, profillarini o'sha izohlar qismida topishingiz mumkin.